Sizga Alloh to'rt narsani baxt berdi sizga. Bu hazil emas. Davlat berdi. Omad berdi. Baxt berdi. Ka'baning eshigini ochib berdi. Hech kimga ochilgan emas. Menga davlat bergan bo'lsa, menga amal bergan bo'lsa, meni tilagim bitta. Men shu xalqni rozi qilsam bo'ldi. 90 terasi menga. Ata-onamiz qilgan 90ga kelganman. Men yoshimdan siz yuqori oling. Men do'ppimni kiyas. Qarama qo'lama. Menga yarashdimi yo'q? Shuncha yildan ilohim tanjoli sog' bo'lsin. Hamma xalqimiz baxtiga sog' bo'ling. Umringiz uzun bo'lsin. 100 asrlar ko'ring. Sizni diydoringizni doim tezlarda ko'raman. 95 kunga onam duo qiladilar. Ilohim sog' bo'ling. Mana shunday katta obodonchilik ishlarini, katta bunyodkorlik ishlarini kim qildi deb mendan so'rasam, shu xalqimiz qildi, sizlar qildingiz. Lazim qilamiz. Menga shunday hurmat ko'rsatib, menga shunday aytaylik katta e'tirom ko'rsatib, mana shu yerda to'planib turganingiz men uchun juda katta baxt. Siz yoshingiz nechida? 17da. 18da beradimi? Men jonim bilan sizga istisno tariqasida prava berishga ham tayyor edim, lekin Prezidentdan haqqi yo'q buni qonunlarni buzishga. Nasib etsin, bir yilchi deysiz, xo'pmi? Balkim buni mashina o'rniga boshqa mashina keladi, kattarog'i keladi.